Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana Xudoli Sodiqjon aka avtobusi 24-aprel kuni Kazan shahridan Toshkent shahriga Nabirunchilniy avtovokzaldan yo'lga chiqib ketyapti. Biz yana qaytib adresimizni aytamiz. Nabirunchilniy avtovokzalining oldidan haftaning seshanba, payshanba, yakshanba kunlari отправление oladi. Hozir passajirlarni olamiz. Qani assalomu alaykum yana bir bor. Bugun safarga chiqib ketyapsizlar, safarlar bexatar olsin. Ona vatanga, bola chaqanglarni oldiga sog' salomatda kirib boringlar. Yo'lda chiqishdan oldin bitta kattamiz duo berib yuborsa yaxshi bo'lardi. Kim katta? Yosh kattaroq akalar. Qani bitta duo qilib boringlar akalar. Aytinglar aka. Amin. Allohu akbar. Mana ham Toshloq Xudoxoli Sodiqjon aka avtobus 24-aprel kuni Kazan shahridan Nabirunchilniy avtovokzalidan oldidan safarga yo'lga chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar haqlarga duo qilib qo'yasizlar, sog' salomat ona vatan kirib borsin. Salomatda ko'rishguncha sizlar bilan sog' bo'linglar. Hech kimlarni bagajinglardan pul olganimiz yo'q-a? Yo'l keraklardan tashqari. Sog' salomat ona vatan kirib bo'linglar, sog' bo'linglar. Mana ham Toshloq Xudoxoli Sodiqjon aka avtobusi Nabirunchilniy avtovokzalidan Xudoxoli отправление bo'ldi O'zbekistonga. Ishonchli telefonlarimiz ekran ustiga qoldirib qo'yamiz. 24/7 aloqadamiz. Biz adresimiz vokzalning oldidan haftaning seshanba, payshanba, yakshanba kunlari отправление oladi. Bemalol telefon qila olasizlar.